Xo'p, menga janob mer shu yerda keling degdi. Hozir mana shu yerda boraversam chiqsa kerak. Vot do'stlar, biz topdik. Qishloqni topdik do'stlar, ketdik. Va birinchi bo'lib janob merning uyiga boramiz. Chunki mer menga shu qishloqdan uy topib beradi. Hozir adashmasam mana bu yerda deyishuvdi janob merning uyi. Hop, kirsak. Janob mer kirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir mana uylarda hech kim yo'q. Tashqariga chiqib ketgan bo'lsalar kerak. Qayerda ekanlar? Hozir ko'chaga chiqib ketgan bo'lsalar kerak. Ana janob mer. Janob mer, assalomu alaykum. Salom. Qarang janob mer, siz meni chaqirgan edingiz. Shunga qaysi uyda yashasam bo'ladi? Meni orqamdagi uyga. Mana bu uymi? Ha, shu. Bo'ldi, men ketdim, yashayveraman. Bo'pti. Hop, do'stlar menga mana shu uyni aytishdi. Hop, endi kiramiz. Bismillah deb boshlab, ana kiramiz. Vau, do'stlar, uy prosta bomba do'stlar. Endi men hozir narsalarimni olib, sandiqlarimni, verstakni olib, mana bu yerga qo'yaman. Va keyin sizlarga ko'rsataman. Mana men narsalarimni qo'yib bo'ldim. Ayniqsa menga mana bu kravat yoqdi. Vau, do'stlar, yumshoq ekan, maza qilib yotaman bu yerda. Hop, do'stlar, men birinchi o'rinda o'zimga bitta bog' qursam yaxshi bo'lardi. Men ketdim, o'zimga daraxt chopib kelay. Mana do'stlar, men daraxt qilib bo'ldim. Mana 31 ta daraxtman, o'zim qo'lim yomon o'rib ketdi do'stlar. Unda biz tezroq uyga borsak, mana uyga borib ertaga bog'ni quramiz shekilli. Bugun kech bo'ldi. Hop, men buni mana bu yerga qo'ysam, ertaga quraman. Bularni qo'ysam, qilichimni qo'ysam, mana bu gulni ertaga ekamiz. Do'stlar, bo'ldi. Gul tushib ketibdi. Hozir olib boshqatdan qo'yamiz. Sandiqda joy bor, hali ozgina. Bo'ldi. Endi yotib uxlaymiz do'stlar. Meni uyqum kelyapti. Xayr do'stlar. Do'stlar, men uyg'ondim. Meni yangi uy juda zo'r. Menga yumshoqqina kravat juda yoqdi do'stlar. Hop, ana endi men to'xtaylar. Endi 32 ta daraxt bor ekan do'stlar. Hop, 32 ta olamiz va verstak kerakmiz. Kirkamizni kuchi qolmabdi. Hop, yangi kirka yasashimiz uchun bizga hech bo'lmasa bo'ldi, yangi kirka yasaymiz do'stlar. Hop, buni olsak bo'ldi. Hop. Ana endi mana bu yerdan kirka yasaymiz. Ana va ana bo'ldi. Bitta yasasak bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu taxtani olsak. Endi do'stlar, biz qaranglar. Qayerdan qursak bo'ladi bog'imizni? Uyimizni orqasiga quramizmi yoki mana shu yonidami? Yonida yaxshiroq do'stlar. Mana bu yerda birinchi o'rinda tozalab chiqish kerak. Mana bu yerda ana endi do'stlar, biz kengligini qancha qilsak bo'ladi? Masjiddan boshlanadigan qilsak normalniroq chiqadi do'stlar. Hop, menimcha kichikroq bo'lsin do'stlar, yaxshiroq bo'ladi-da. Hop, buni bu yerga qo'ysak, voy, boshqa joyga qo'yilib ketdi. Hop, buni olsak. Hop do'stlar. Hop, mana do'stlar, men atrofini qurib bo'ldim. Endi daraxt qolib ketdi. Endi bizga suv kerak do'stlar. Suvni qayerdan olsak ekan? Bizlarga paqir kerak. Paqir yo'qmi? Bo'ldi. Bizga lapatka kerak do'stlar, lapatka kerak. Hop. Birinchi o'rinda biz lapatka yasab olamiz.
Hozir kirib mana bu yerda cho'p va avval cho'p yasaymiz. Hop, mana cho'p 4 ta yetsa kerak do'stlar. Hop, mana 4 ta oldik. Endi mana do'stlar, endi lapatka bunday yasalardimi do'stlar? Qanday yasalardi? Bilmayman. Mana keyin mana yo bunday emas. Qanday yasalardi? Mana bitta lapatka, ikkita do'stlar, yaxshi bo'ldi. Mana ikkita lapatka oldim. Va ana endi bizga suv kerak, faqir kerak do'stlar. Faqirni qayerdan olsak ekan? Hop. Endi biz mana bu yerda bundoq qilib chiqish kerak, lekin suv yo'q-da do'stlar. Suv kerak edi-da bizga. Do'stlar, yomon kerak bo'lyapti suv. Va bizga ana kerak do'stlar. Golemni o'ldirib keyin yasasak bo'lardi-da. Mana do'stlar, normalniy bo'lmayapti. Biz ovqatlanib olaylik, qornimiz yomon ochdi. Hop, mana olamiz. Mana go'sht olaylik. Hop, go'shtda yeb olamiz. Do'stlar, yomon shirin ekan go'sht. Ana do'stlar, qilib oldik. Bog'da keyin qilaveramiz do'stlar. Biz birinchi bo'lib qishloqda aylanib chiqishimiz kerak. Mana qishloqlar yaxshimisizlar? Mana bu yerda zo'r bog' bor ekan do'stlar. Mana do'stlar, buzilib ketibdi. O'g'lim bekor tushdimda. O'g'lay. Ma bu yerdan chiqib olamiz. O't bor ekan do'stlar. Do'stlar, o't bor ekan. Ana. Mana. Mana shu ot meniki bo'lsa do'stlar. Ketdi, meni uyga boray. Abid bo'ldi, menimcha. Abid bo'ldi. Ozgina uxlab dam olib olaman do'stlar. Ozgina uxlab dam olib olsam do'stlar, yaxshi bo'lardi. Juda uyqum keldi. Do'stlar, video shuda tugaydi do'stlar. Men juda uyqum kelyapti. O'zi постоянно abidga uxlashga o'rganib qolganman. Do'stlar, shu joyda video tugaydi. Albatta like bosib, podpiska bosib qo'yinglar do'stlar. Keyingi video chiqadi do'stlar. Xayr.